Ertaklar shahri Pragani bir kun mazza qilib aylanib chiqishga nech pul ketadi? Like bosib qo'ying, hozir ko'ramiz. Chexiyadagi sayohatim eng arzonlaridan biri bo'ldi. Ertalab kelib kechqurun qaytib ketganim sababli hech qanday mehmonxona bron qilib o'tirmadim. Pragaga esa avtobusda yetib kelishga $36 ketdi. Kelishim bilan juda katta muammo boshlandi. Avtobusdan chemodanimni kimdir olib ketib qopti. Hozir avtobus bilan kelyapmiz, Flixbus bilan. Tushsam, bagajim yo'q, chemodanim yo'q. So'rayapman, chemodanim qani desam, uni hech kim bilmaydi, u ham bilmaydi, bu ham bilmaydi. Politsiyaga bordim, politsiya ham bilmaydi. Qisqa qilib aytganda, chemodanim topilmadi. Flixbusga katta rahmat. Xullas bagajimdan kechib shaharni aylanishga tushdik. Pragani Koch sentrida turibmiz. Bu yerda chiroyli zaniyalar juda ham ko'p ekan. Mana bunisi 1. Mana bunisi 2. Mana bu yana bitta zaniya bor. Shahar juda chiroyli ekan, menga yoqdi to'g'risi. Pragani Koch sentrida bitta joyda naq 4 ta tarixiy bino bor ekan. Hattoki shu Pragani o'rta asrlik soati ham shu yerda. O'rta asrlik vibe'ni yetkazib berish uchun Praga bo'ylab hattoki otlar ham yurar ekan. Xullas bu yerda aylanib ertakka tushib qolgandek bo'ldim. Ozgina yurib Karlov degan mostiga ham keldik. Bu yerdan Pragaga juda chiroyli manzara ochilar ekan. Bitta minusi odamlar bu yerda nerealni ko'p. Shahar kichkina va yo'llari tor bo'lgani uchun bu narsa juda bilinar ekan. Mostning u tarafida esa hammaga taniqli bir tarafli yo'l joylashgan. Bu ko'cha shunchalik torki, bu yerga hattoki svetofor ham o'rnatilgan. Xullas bu sayohatim qisqa, lekin juda qiziqarli bo'ldi. Xarajatlarni aytishdan oldin bu videoni shu yerga birga bormoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying va obuna bo'ling. Sizga ham Yevropaga viza kerak bo'lsa, direktdan murojaat qilaverasiz. Bu sayohatimga esa shuncha pul ketdi, chemodanimni hisoblamasak.